Leksiyalarının devamı hürmetli vatandaş. Endi başladık o, hem de başladık leksiyani hem de anlayışmaya da. Bugün çizsak 2021 yıl 6. ayının 21. günü vatandaşım. Mavzumunda Aksaray, Beijing'e qattiq ogohlantirish berdi. Xi Jinping yo'q desa mutlaq qabul qilmaymiz deb ko'rsatdi. Undaq bo'lmaydi ekan. Ko'pchilik deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6 ayning 20 kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasida e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlanadi. Biz Jungo yo'q desa oddiylik qabul qiladigan ishimiz yo'q. Deb ko'rsatdi Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Haq Solivan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarlik maslahatchisi Haq Solivan bunday ko'rsatdi. Agar Jungo yuqumli virusning manbini davomli tekshirish bilan hamkorlashmaydi ekan, xalqaroda yetim qoladi. Hong Kong radio stansiyasi xabar qilib bunday ko'rsatdi. Haq Solivan yakshanba kuni Amerika matbuot muxbirlarining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Hozir tahdidlash va eng oxirgi ultimatum topshirish davriga yetib kelmadi. Tahdidlash balki eng oxirgi ultimatum topshirish davriga yetib kelmadi. Amerika xalqaro jamiyatning davomli qo'llashini qo'lga keltirdi. Agar Jungo xalqaro majburiyatni ijro qilishni rad qiladigan bo'lsa, diqqatga boshda nimalarni so'zini vatandoshim qarang, keldimi? Oqsaroydan chiqyapti bu gap jumamda. Agar Jungo xalqaro majburiyatni ado qilishni rad qiladigan bo'lsa, Amerika uchoqda ittifoqdoshlar bilan maslahatlashib, qandoq taqobil turishni, Jungoga qandoq taqobil turishni o'ylashdi. Alasharingni g'araz uqmaydigan tantak ko'ta pashingni pagadin yer sharining pagasidan ko'tak kashingni Jungoliq tantak g'araz uqmaydigan tantak. Davlat bexatarligi maslahatchisi Haq Solivan bunday ko'rsatdi. Amerika tekshirishni Jungoga tayinib elib beravermaydi. Amerika tahlil qiladi. Cümleden istihbarat organları ve ittifaqdoshlar hamkorligi orqali yuqumli virusning manbini oxirigacha tekshirdi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Haq Solivan Prezident Joe Bidenning 7 davlat guruhi va boshqa davlatlarga haydakchilik qilib, yuqumli virusning manbini aniq tekshirish bo'yicha bosim ishlatganligini madhiyahladi. O bunda ko'rsatdi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Haq Solivan bunday ko'rsatdi. Yuqumli virus tarqalgandan beri Amerika tunji bo'lib, demokratik davlatlar bilan birlashib sadaqa aytirdi. Bu ishni sobiq prezident Trump o'rinlamagan edi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi ko'p qatim ta'kidlab, yuqumli virus manbai masalasi ilmiy masala, siyosiylashtirmaymiz degan edi. Jungo Amerika tarafdan Jungoga o'xshash ilmiy pozitsiya bilan yuqumli virusning manbaini tekshirishda Dunyo Sog'liqni tashkiloti bilan hamkorlashib, Amerikada umumiyuzlik aniq va ochiq dalillarni asos qilgan asosda xalqaro tekshirish elib berishni talab qilgan edi. Hozir bu tekshiradigan ish men emas, seni tekshiraman deyapti Jungo hukumati. Ko'rdingizmi? Virus Wuhanning ismi, yer ismi, shahar ismi bilan bog'lanib kelyapti virusning ismi. Ya'ni kelib Amerikani tekshirma. Bu qiziq gap vatandosh. Nima deb keldi? Talaqqatda shu deb keldi, ya'ni shu deymiz. Muttahamning falsafasi.